Ishonch gazetasi o'z faoliyatini 1991-yil 21 mart sanasidan boshlagan. Bugunga qadar 5500 dan ortiq soni chop etilgan. Hozirda Ishonch va Ishonch Daveriy gazetalarining umumiy adadi 37 mingdan oshgan, ijtimoiy tarmoqlardagi auditoriya soni esa 250 mingga yaqinlashgan. An'anaviy ommaviy axborot vositalari bugun tabiiy transformatsiyadan o'tishyapti. Ularning transformatsiyadan o'tmasligining iloji ham yo'q. Chunki auditoriya bugun ijtimoiy tarmoqlarga, internetga ko'chib bo'ldi. Gazetalar ularni ketidan quvyapti, to'g'rirog'ini aytadigan bo'lsak. Lekin gazeta nashrlari bevosita konvergensiya orqali, ya'ni bitta platformada bir nechta turdagi axborot ma'lumotlarni birlashtirib, ham matn, ham video, ham audiolarni birlashtirgan holda, ham auditoriyaga bitta ma'lumotni bir nechta formatda taqdim etish imkoniyatini yaratganligi bu auditoriyaga shu ishonchga, daveriyaga, shu kabi ommaviy axborot vositalariga bo'lgan e'tiborni yanada oshiradi. Anjumandan ko'zlangan asosiy maqsad turli soha xodimlarining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari hamda mehnat huquqlarini himoya qiluvchi kasaba uyushmalari faoliyatini yanada rivojlantirishdir. Xususan, media tuzilmalar orqali keng jamoatchilikka ishonchli, xolis va tezkor axborot yetkazish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Konferensiyada yurtimizning yetakchi media vakillari, jurnalistlar, olim va tadqiqotchilar bilan bir qatorda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya va Ozarbayjon kabi davlatlardan kelgan mutaxassislar ham ishtirok etdi. Menimcha bu forum juda katta ahamiyatga ega, chunki hozir global axborot maydonida katta o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Biz nafaqat mavjud qadriyatlarni saqlashimiz, balki texnologiyalar va odamlarning qarashlari doimiy ravishda yangilanib borayotgani bois rivojlanishdan to'xtamasligimiz zarur. Ushbu anjuman raqobatbardosh va foydali tashabbus sifatida ajralib turadi. Bu yerda biz o'zaro tajriba almashmoqdamiz. Kim qanday ish yuritadi, qanday yondashuvlarni qo'llaydi, shuni ko'rib o'rganmoqdamiz. Media rivojlanishi uchun aynan mana shunday tajriba almashish va konstruktiv muloqot muhim. Transformatsiya bugungi kunning eng muhim talabi. Masalan, Ozarbayjon kasaba uyushmalari federatsiyasida so'nggi 2 yil ichida katta islohotlar amalga oshirildi. Bu jarayon tabiiy ravishda media va axborot sohasida ham yangilanishni taqozo etadi. Tadbir davomida media sohasidagi zamonaviy yondashuvlar, raqamli platformalardan samarali foydalanish hamda auditoriya bilan muloqotning yangi usullari muhokama qilindi. Ishtirokchilar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashib, sohada mavjud muammolar va ularning yechimlari yuzasidan fikr almashdilar. Odamlarga o'sha faqat gazeta orqali emas, gazetada yoritilgan mavzularni biz Instagram orqali, Telegram orqali va YouTube platformasi orqali ham yetkazyapmiz. Chunki bugun zamon shuni xohlayapti. Odamlar qisqa reelslarni ko'rishga yoki video formatni afzal bilmoqda. Bizning maqsadimiz bu gazetani maqolalardan cheklanish emas, balki mana shu maqolada ko'tarilgan mavzularni qiziqarli, qulay, zamonaviy formatda ham taqdim etish. Ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, Telegram kanallar asosan bizda yosh jurnalistlar ishlashadi. Gazetamizda yoshi katta, tajribali jurnalistlar ishlaydi. Ular orasida talabalarimiz ham bor. Talabalar endi mana shu sohaga qadam qo'yganda kelib bu yerda ish o'rganishadi va keyinchalik imkoniyat sharoitga qarab ular xodim sifatida ham ishini davom ettiradi. Savol-javoblar, fikr va mulohazalarga boy tarzda o'tgan xalqaro anjuman ishtirokchilari uchun muhim muloqot maydoniga aylandi. Mazkur muloqot kasaba uyushmalari nashrlari o'rtasida ilg'or tajribalarni ommalashtirish va media sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ishonch gazetasiga o'tganimda bitta xona berishgan. Bitta xonada men o'tirganman, lekin ishonchda birinchi zamim mendan oldin ishga kelgan. Keyin men redaktor bo'lib keldim. U bitta xonada, men bitta xonada, boshqa xona yo'q. Keyin kasaba uyushmalarining rahbarlariga o'sha davrdagi kirib, bu har bitta viloyatda bittadan muxbir bor bo'lish kerak va hokazo, karikatura deydi, boshqa shunaqa qilib 70 ta shtat olgan edim. Hamma nimada viloyatlarda muxbirim bor edi. Bettigidan tashqari. Bu katta kuch edi. Shuning uchun gazetani tiraji o'sha birinchi chiqarganim 30 ming tirajda chiqarganman. Hozir mana endi 37 ming bo'ldi dedi bugun redaktor. 7 ming oshibdi. Bu yaxshi. Men o'ylayman, yaqin o'rtada 50 mingga chiqadi. Kasaba uyushmalari nashrlarni yangi bosqichga olib chiqish, ta'sirini oshirish, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish va yoshlar bilan ishlashda zamonaviy mexanizmlarni ishlab chiqish kabi bir qator vazifalar belgilab olindi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun